Gulaş pişirge oyladık. Sıyır itinden. Şunday kesekler bilekey gine. Şoy to'g'ri. Şoy barangini kesamiz. O'sha kvadratlarga to'laymiz. O barangini endi o'zingiz shamollab qarang. Biz mana shoy bir qo'sh tomoq, yarti qo'sh tomoq to'ladik. Şuşa shunga qozonga. Shunlak deb atalgan qozon olarak qo'ying shunga. So'g'on da to'lab qo'ydim. Готовый so'g'on. So'g'onni soyalab qo'yadi. To'g'ri kvadratlar bilan to'lab qo'yadi. Потом osh pishirgach, iti qo'ynarga soldik. Qo'ynab o'tgach, то есть iti pishgach, so'g'on ketdi, ondan so'ng barang ketdi. Bu bular bizning gulash, it, so'g'on, barangi. Tamli oshlarimiz bo'lsin, do'stlar. Gulash hazır. Yum. Oh. Yum. Oshlarimiz tamli bo'lsin, do'stlar.